Quyosh panellari sizga qiziqmi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun navbatdagi 12 kilovatlik gibrid stansiyamizda ish jarayonlari qizg'in ravishda ketmoqda. Malon aka, sizga savol. Bu gibrid stansiyalar nima maqsadda va qayerlarga ko'proq qo'llaniladi? Bu gibrid invertor akkumulyatorlarimiz asosan qanday maqsadlarda qo'llanilishi? Xonadonda elektr energiyasini uzluksiz ta'minlash maqsadida qo'llaniladi. Masalan, davlat toki o'chgan paytda xonadonda elektr energiya bilan mana bu akkumulyator hamda so'ng'ishli panellar, tepadagi panellar uzluksiz ravishda xonadonda ta'minlab beradi. Uyda elektr energiyasi mutlaq o'chmaydi degan gap. Foydalanuvchilarga, mijozlarimizga qanaqangi invertor va akkumulyator batareykalarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Invertor batareykalari juda kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu misol uchun xuddi shu invertorda raqobatdosh firmalar ham mavjud. Huawei, Solix va hokazo invertorlar hamda akkumulyatorlar bor. Endi men tavsiya berganim invertorlar, mana shu invertorlar ham yaxshi, sifati yaxshi. Akkumulyatorlari litiy-ionligi uchun bu oddiy geliy akkumulyatorlarga qaraganda ishlash muddati ham uzoq, ham umri uzoq akkumulyatorlar hisoblanadi. Bularning garantiya muddatini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar 10 yildan 15 yilgacha garantiya beradi ularga. Oddiy geliy akkumulyatorlarga 3 yil garantiya beradi, lekin u akkumulyatorlar sifati bulardan ancha past hisoblanadi. Xonadonimizga misol uchun 10 kilovatlik quyosh paneli stansiyasi o'rnatsak, o'sha 10 kilovatlik stansiyadan 10 kilovat quyosh paneli energiyasini ishlab chiqarish mumkinmi? Xonadonga 10 kilovatlik quyosh panellari o'rnatilsa, yozli kunlarda, kunning issiq kunlarida agar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsagina, ayrim vaqtlarda 10 kilovat ishlab chiqaradi. Degani 100% ishlab chiqaradi. Bu har doim ham emas. Qolgan vaqtlarda 85-90% ishlab chiqaradi. Ya'niki 8,5-9 kilovatgacha ishlab chiqaradi. Qish faslida hamda yog'ingarchilik, qor, yomg'ir, bulutli havolarda effekt qanaqa bo'ladi? Hop, bu quyosh panellari qish faslida, siz aytganingizdek bulutli kunlar, yomg'irli kunlarda elektr energiyani ishlab chiqaradi, lekin buning foydalilik koeffitsiyenti pasayib ketadi. Deylik 10 kilovat qo'ysangiz 1 kilovat, 2 kilovatgacha ishlab chiqarish mumkin. Chunki sababi quyosh panellarining usti yo qorga to'lgan bo'lishi mumkin yoki yorug'lik o'tkazuvchanligi past bo'lganligi. Quyosh panellari to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun nima qilish kerak? Videoga like bosib, Elektromaster kanaliga obuna bo'ling.